Boysunda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Boysunda metan zapravkasi Nexia 2 chaqnash sodir bo'ldi. Qurbonlar bor. Mashinaga gaz to'ldirayotganda chaqnash sodir bo'lgan. Buning oqibatida bir kishi tan jarohat olib, hayotdan ko'z yumgan. Mashina esa bir uyum temirga aylanib qolgan. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi metan shoxobchasida Nexia 2 mashinasida chaqnash sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, hodisa bugun 28-iyun kuni soat 07:15 lar atrofida sodir bo'lgan. Nexia 2 mashinasi haydovchisi metan zapravkasiga gaz to'ldirish maqsadida kirgan. Gaz to'ldirish jarayonida mashinada chaqnash sodir bo'lgan. Uning oqibatida bir kishi tan jarohat olishi oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan ko'rinishicha, chaqnash oqibatida mashinaning tom orqa qismi yo'q bo'lib ketgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.